Miller AQShdagi restoranlardan biriga kirganida restoran odamlar bilan to'la edi. Faqatgina bitta joy bor edi. Miller o'sha yerga kirib o'tirdi. Birozdan so'ng qo'lida to'la patnis, tarelka, boshqa narsalar ko'tarib olgan bir ofitsiant oldidan o'tib ketayotgandi va undan so'radi, sizga biror kishi qaradimi, yo'qmi deb. U esa yo'q, hali qaramadi degan javobni berdi. Shundan so'ng u buyurtmangizni berishingiz mumkin deganda Miller 2-3 ta narsa va Diet Coke, ya'ni parhezli kola buyurtma berdi. Ammo ofitsiant aytdiki, uzr, bizda parhezli kola yo'q, boshqa narsa icha olasizmi deb. Shunda Miller, "Xo'p, unda limonli suv olib keling" dedi. Birozdan so'ng ofitsiant buyurtmalarni olib keldi. Qarangki, keyin u Diet Coke, ya'ni parhezli kolani ham qo'shib olib keldi. Miller qaradi va hayron qoldi. Hozirgina menga parhezli kola yo'q deb aytganlaring-ku dedi. Shunda ofitsiant aytdiki, "Xavotir olmang, buni qo'shni do'kondan olib keldik" dedi. Miller o'zi mana shu shaxsiy mas'uliyat, shaxsiy javobgarlik haqida nutqlar so'zlardi, spichlar qilardi. Bu bolani xarakteri unga yoqdi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi va aynan mana shu ofitsiantni ko'rish uchun kelganda, bola ofitsiant bo'lib ishlamayotgandi. Boshqa bir ofitsiantdan u haqida so'raganda, u hozir boshqaruvchi lavozimiga ko'tarildi dedi. Miller bundan unchalik ham hayratga tushmadi, sababi u birinchi marta bolani ko'rganda, bola shaxsiy mas'uliyatga ega ekanligini u bilgan edi.